Taroveh namozi bandani kechani ibodat bilan bedor o'tkazganning savobiga noil etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar kishi iymon bilan to tugatguncha birga namoz o'qisa, tunni bedor o'tkazgan deb hisoblanadi deganlar. Imom Abu Dovud, Imom Nasoiy rivoyati. Tungi namoz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechasini ibodat bilan o'tkazganlaridan oyoqlari shishib ketardi. Qiyomul layl, kechani ibodat bilan o'tkazish jannatga kirishning eng katta sabablaridan biri. Kechasini ibodat bilan o'tkazgan bandaning jannatdagi darajasi ko'tariladi. Kechasi ibodat qiladiganlar Allohning rahmatiga sazovor bo'ladilar. Alloh taolo o'zining solih bandalari qatorida tungi namozni o'qiydiganlarni alohida madh etgan. Ular tunlarni Robbilariga sajda qilib bedor o'tkazadilar. Furqon surasi 64-oyat. Qiyomul layl farz namozlardan keyingi eng afzal namozlardan biri. Tungi ibodat bandani Robbiga yaqin qiladi, yomonliklarni daf etadi, gunohlarni ketkazadi. Rasululloh alayhissalom aytadilar: kechaning qiyomini lozim tuting, chunki u sizlardan oldingi solihlarning odatidir. U Robbingizga qurbatdir, yomonliklarga kafforat va gunohlardan qaytaruvchidir. Qiyomul layl tanadan kasalliklarni ham ketkazadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u jismdan dardni quvguvchidir deganlar. Mo'minning sharafi kechasi ibodat qilishdadir. Kechasini ibodat bilan o'tkazgan banda ega bo'ladigan ajri savob, baxt, saodat va mukofotlar dunyo va undagi narsalardan afzaldir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim Ramazon oyida iymon bilan savob umidida tarovehda qoyim bo'lsa, uning avvalgi gunohlari kechiriladi. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati.